Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 7-oktyabr 2025-yil soat 1:30. Ilohiy tuzum ko'rsatuvimda, sarlavhali ko'rsatuvimda birinchi meni vazifam Allohning 5 ta mohiyatini yoritib berish, dunyoni saqlab qolish, millionlab insonlarning hayotini saqlab qolish edi. Ayrim odamlarga kerak emas ekan bunaqa narsa. Hammasini o'chirib tashladi. Yaxshi qildi. Yelkamdan bitta tog'ni ag'darib yubordi. Tushirib tashladi. Aslida O'zbekiston mag'rurlanishi kerak. NLOsi bor davlat bo'lgani uchun. Bu NLO har kimga ham nasib qilavermaydi. NLO ma'lumotlari ham nasib qilavermaydi. NLO ma'lumotlari kimga yoqmaydi? G'arb davlatlariga yoqmaydi. Ularga juda mushkul ish bo'lib qoladi. Mushkul vazifa bo'lib qoladi. Men kechaginda yaqinda Shuhratshonga bir yaxshilik qilish maqsadida telefon qoqib so'rasam, uxlayaptilar dedi. Keyin hali shogirdini telefonini berdi, Xurshid degan. Unga zvonib gapirsam, menga savol berdilar. Astronom olimman desam, muncha gerdayasiz, muncha hovliqasiz. Siz jumonazarsiz. Siz masheniksiz. Siz masheniksiz, jumonazarsiz dedi. Undan keyin aytdiki, olim bo'lsangiz dedi, nechta galaktika bor dedi. Yana bir ikkita savollarni berdi, esimdan chiqib qoldi, telefonda yozilib qolgan. Qo'yib berishim ham mumkin mana unda. Men bu Xurshid degan yigitga gapim borki, sen hali endi pat chiqib, chirq qilib yotibsan. Sen menga bunaqa savollarni bersang, men senga bergan savollaringga bitta aytib o'tirmayman. Bu birovni tuzib qo'ygan, chiqarib gapirib qo'ygan noma'lum galaktikalar osmonga qarab durbunman qarab o'tirib yozgan narsalari. O'shanda savoliga javob bera olmadim. Bermadim. G'ashim kelib ketdi. Yana bir bolalar savollar berdi. Galaktika 20 trilliondan oshiq galaktika bor. Men senga o'xshab birovlarda plastinkasini aylantirmayman. Men hech kim bilmagan narsalarni YouTube'ga chiqib gapiraman. Bila olmayotgan narsalarini. Hozir mana savol beraman mana shu xalqqa. Agar juda dono bo'lsa, sen o'zing ayt chiqani. Nima uchun O'zbekistonda hamma ko'chalarini-yu, uylarini-yu, nomlarini-yu almashtirib tashadi? Aralash quralash qilib tashadi.
bitta qishloqqa kelib bir yilda 2 marta ko'chani nomini almashtirdi. Butun tumanlarda, kolxozlarda nomlarini, savxozlarda nomlarini o'zgartirib tashladi. Nima uchun? Menman degani ham hozir ayta olmaydi. Agar bilsa ham ayta olmaydi. Kelishilgan odamlar bilan g'arbda odamlar kelishilgan holdagilar biladi. Bo'lmasa ayta olmaydi. Nima uchun pulni ustidan butun Karimovda chizgan rasmlarini ana u Humo qushlari-yu, Amir Temur-u, Temurlang hamma rasmlarini yo'q qilib tashladi. Ko'chadan sizlar dediki, nomlarni, ya'ni odamlarning nomini qo'ymanglar dedi. Nima uchun? Shu bahona bilan nima uchun hamma ko'cha-yu, tumanu nomlarni almashtirib tashladi? Kim ayta oladi? Ayta olmaydi hech kim. Yana necha martalab qayta almashtiradi. Men u birovda aytgan ashulasini aytmayman. U sen aytasan u bunaqa ashulani. Sencha bilog'on bo'lib qolding. Sen menga savol berasan. Meni mingdan bitta narsani bilmaysan sen. Bitta narsami ham, men 1000 ta narsani bilgansan, o'shani birontasini ham bila olmaysan sen. Yana savol beraman. Mana shu millat qayerdan kelgan? 200 dan oshiq millat qayerdan kelgan? Kim tushirgan mana shu yerga? Men aytganman YouTube'da. Oldingi ko'rsatuvlarda aytganman. Nima uchun tushirgan? U tarixda yozilib ketganlarda, yozilgan narsalarda o Gerodot davridagi narsalar hammasi yolg'on. U mana u yaqindagi narsalarni gapiryapti. Men milliard yil, million yilni gapiryapman. Oldingi so'zimda men aytgan edim. Birinchi quyoshni yaratdi deb. Yo'q, mana endi ikkinchi ko'rsatuvimda birinchi oyni yaratgan. Nima uchun oyni yaratgan? Ayta olmaydi hech kim. Men aytuvdimki, quyoshni yaratdi, undan keyin yerni yaratdi degan. Mana endi haqiqatini aytaman. Oyni yaratgan. Nima uchun oyni yaratgan? Eng kichkina planeta deydi yana uni. Oyni. Mana hozir dram teatrda yoqvardi, yonib ketdi, yondi. Endi atrofiga mana shu piyoladay keladigan toshlarni aralab ko'mib chiqdi. Nima uchun? Kim ayta oladi? Nima uchun o'sha yerga shuncha toshni erinmasdan kesib qumga ko'mib chiqdi? Nima uchun? Ayta olmaydi hech kim. Enolo biladi lekin. Hali kelajagi ko'rsatadi bu narsani. Meni telefonini tekshirib, avra astarini ag'darib tashlab hech narsa topolmadi. Kamchilik topolmadi. 1,5 mingta video rolikdan bironta kamchilik topolmadi sotni aytishi bo'yicha. Men o'ylavdimki, ichki ishlar xodimlari menga dushman, meni endi rasvoyi olam qiladi degandim. Yo'q. Menga do'st ekan ular. Meni hurmat qilar ekan. Hammasi emas.
ayrimlari g'it dushman ekan. G'arbga sotilganlari bor ekan. Bitta ikkita. O'zbekistonni himoya qilishni 66-yil boshlaganman men. Ishladim, ko'rsatdim. Hech kimga gapirmadim. Mana shu kungacha hech kimga bilmasdi. Farg'onalik bir cholam deydi. Xurshidvoy vaysayapti deydi, nima deganini bilmaydi o'zi deydi. Bunaqangi muomalang bilan sen uzoqqa bormaysan, agar seni tankang bo'lgan taqdirda ham. Bunaqa muomalang bilan. O'zingdan kattalarga bunaqangi hurmating bilan, bunaqangi muomalang bilan. Uzoqqa bormaysan degani u yashash kirmaydi bunga. Hurmati, insonning hurmati, obro'yi uzoqqa bormaydi demoqchiman. Dunyoda birinchi o'rinda elni nazardan qolish kerak emas. Eng yomon narsa elni nazardan qolish. O'zbekistonning kelajagi oynaday, zangori ekranday ko'rinib turibdi menga.